Alvastı'nın çangalıdan qutuluş. Bu pullarning hammasini sizga beray. Siz bu shartga qo'shilsangiz. Qandaq? Bo'lamdi? Hay, opa, u odam nima qilib ketdi? Ha, bu nim bo'ldi? Moshunda qilsangiz sizningcha bo'lamdi yo'q apandi? Bizning mashina odam tadqiq qilish va taraqqiy qildirish shirkatimiz sizlarning oydagi Shaodingdonni yoshirinchi ko'z tadqiq qilgan. Tekshirish natijasidan biz uningda ajoyib bir xil kuchning borligini bildik. Shunga shirkatimiz uni setib olib tadqiq qilmoqchi bo'lyapti. Buningga qo'shilsangiz yo'q apandi? Biroq Nima? U Shaodingdonni setib olmoqchimikan? Ha, shundoq. Bo'lmaydi. Shaodingdan qanday qilamiz? Ha? Ruhsizroq bo'lgan Shaodingdan. Uni setib olish uchun qanchalik pul ketsin mayli? Bo'lmaydi. Dada, satsangiz hargiz bo'lmaydi. ansirma, men hargiz sotmayman. Rostmi? Albatta, Shaodingdon oilamizning bir a'zosi tursa. Ha, yaxshi bo'ldi. Sizmi angladingiz? Bu niyatingizdan yening apandi. Bu ishdan men voz kechmayman. Yana kelaman yo'q apandi. Ularning seni nima uchun setib olmoqchi bo'lganligini obdan bilaman. Nimishqa undaq qiladi? Gerçi sen kelgusidagi dunyoga nisbatan odatdagi mashina odam bo'lsangmi, biroq men uchun nihoyatda qaltis mashina odam. Bu gaping ko'nglimga bek keldi. Obdanroq o'ylab boq. Burun doim sen menga yordam qilatding. Keyin yana men bilan birga turdigansan? Albatta sen bilan birga turaman. Ha, otdim. Ha, ota. Ya, ha. Otdim. Valitish, mushaga tushganda qilgan tug'u. Topni topolmadingmi? Shundoq, nimish bundoq kuchab urgansan? Nima deyapsan? Aslida u topni tuta olayding. Top bu yerda. U tarafga ketmaganda qilgan-ku. Biz berib qarab boqaylik. Bu o'yini bu yerga qachon solgan bo'g'iydi? Tek tunagili yo'q edi-ku. Bu yerda nima deyishyapsizlar? Chopsan bu yoqqa kelinglar. Tez. Qani gap qilinglar, buni qanday to'lab bersizlar? Kechiring. Kechirim so'ragan bilan ishni hal qilib bo'lmaydi. Menga buning pulini to'lab beringlar. Efendim, qancha pul to'laymiz? Bu nihoyat dangliq san'at buyumi. 10 million yenga yaraydi. 10 million yen! Shaodingdon, endi qandoq qilamiz? Boshqa amal yo'q. Opamga deylik. Opamga deganimizning foydasi yo'q. Opa, sizdan bir ishni o'tinmoqchi edik. Bo'lmaydi, bu ish cho'qim pulga munosabatli, to'g'rimi? Shundoq. Pul bilan munosabatli. Bu oylik xarajatimiz yana eshib ketdi. Shunga senga pul beramayman. Apsi. İşni bilmay turib, ballarni ayblama. Qani degina anglab boqay. Agar o'rinliq yo'q ishlasang, basak bo'ladi. Shaodingdon ishkimiz top o'ynayotganda ehtiyotsizlikdan boshqalarning yasagan haykalni sundirib etdik. Shundoqmi? Undaqda qancha pul to'laydi ekanmiz? 10 ming yenmi? 10 million yen. 10 million. Dada, apa. Men 10 million yen chiqiray. O'ylashib beqing yo'q efendim. Sizga hozir jiddiy pul lozim-ku. Sotmayman dedim-ku, sotmayman. Bu yerdan tez yo'q qiling. Dada, u bizga 10 million lozim bo'lib qolganligini qandoq bilgandi? Men bu ishdan bir oz gumonlanyapman. Shaodingdon, biz u odamning iziga tushaylik. Ma'qul, hozircha qaytib turay, lekin men yana kelaman. Xo'sh, amsa. Ne ko'rsizlar? U bu yerga nima ishga keladigandu? Men bilmadim.
O'g'irliqchi berib qarab boqaylik. Ular bizning birilishvag'inimizni hargizmi bilmaydi. Men ularni bakrak söylesem bu iş hal buludu. Ish qilib ular qandoqli qilsin 10 million yenni topolmaydi. Şodindan çokum bizning buludu. Ular bu heykelning faqat bir necha 100 yengimi yaramaydiganligini bilmaydi. Biz Shodingdonni ularga setib bersak, nurg'un pul topa olamiz. O chaqda boy bo'ldik degan gap. Qani qo'sha. Qo'sha, pul tepishimiz uchun. Aslida mundoq ishganda, ular bek razilkan. Asliga keltirish asbobiy va kontrol qilish. Qilgan yardımınga ko'p rahmat Tashu. Arzimaydi. Men seni hech kimga bermayman. Biz degan mangulik yaxshi do'st. Tashu. Shodingdon. Narsalarning vaqtini kayniga yondira oladigan apparat. U o'g'ri mushak, hiylagar mushak. Nochi bo'lsang qochma. U o'g'ri mushak. O'ligim kelgan o'xshamamdi. Toza bir advangni bermasam. Ha! Dadamning hujjati tugashdi-ku. Opa, nimesh? Sizdan so'rab boqay. Dadamning ustidagi materiallar. Ha, heliqi materiallarni damsan, uni dadang oqshom uxlamay yozib chiqdi. Nemish bo'ldi Tashu? Ha, hech nima, opa, hech yo'q. Ha. Dada, sizdan bir ishni so'rab boqay degandim. Ustilingizdagi materiallar bek muhimmi? Ha, albatta muhimda. Ha, shundoqmi? Endi qanday qilaman? Tashu, sana nim bo'ldi? Shodingdan meni qutuldirib ol, o'tinib qolay. Rostili chatoq bo'pti. Shodingdan tezdan amal teppa. Bu mustadamdan til anglayman. Tez bo'la. Bo'ladi. Sana heliqi narsani beray. Suratga tortish apparati. Hozir bu narsani o'ynaydigan vaqt emas. Buni ko'rsangmi bo'ladi. Sen suratni kayniga yondirib otamsan? Shundaq, mushu narsa bilan materiallarni aslidagi holdiga qaytarsak bo'ladi. Mushuning bilan qig'il bo'lamda? Albatta bo'ladi. Bu vaqtni kayniga yondiradigan soatni suratga tortish apparatiga sab qo'ysaqli bo'ladi. Narsalarning vaqtini kayniga qaytara oladigan apparat. Narsalarning vaqtini kayniga qaytara oladigan apparat? Tashu, sana sinab beray, ya. Qara. Mushundaqmi sinab qilamsan? Bek oshirvatding. Bundaq jiddiylashma, Tashu. Bu qandaq bo'g'ini? Kela, bu materiallarni asl qaytar. O'g'ri mushak qochmoqchimisan? Toza adivangni bermaydigan bo'lsa. Tashu, undaq qilma, Tashu. Qara. Dadamning materiallari asliga qaytdi. Uni kechirib atgan bo'lamdi. Gerçi shundoq ochig'im kelgan bo'lsa-mu, biroq bu qadim Shodingdonning yuzini qilib seni kechirib etay. Endi yana eski ish qildigan bo'lsang, seni hargiz kechirmayman. Bundan keyin hargiz pranik o'g'irlab yema, uqdingmi? Shodingdon, vaqtni kayniga qaytaradigan apparatni birdan o'ynaylik-chi. Bo'lamdi. Qandoq o'ynaymiz? Mana. Shodingdon, tez bo'la, buni asliga keltirgin. Okey. Buni asliga keltirmak bek oson. Ha, yaxshi bo'ldi. Bek qiziqarli bo'ldi ekan. Biz uydagi narsalarning hammasini qalaymiqan qilib yetaylik. Bo'la. Ma'qul. Tashu, Shodingdan nima qilyapsizlar, ha? Opa. Boyim o'sha uyda narsa chiqilgan ovozni aniq anglagan tursam. Opa, xato anglab qopshini. Shunday o'xshaydi. Bek charchab ketgan o'xshayman. Tushib ketdim. Au, xubudek ku.
bu yerga axlat to'ksa bo'lmaydi. Tozimi bir. Axlatlar yenib oldi-ku. Voy! Jishang, sizga nima bo'ldi? Marujni setib olgan edim, ehtiyotsizlikdan tushib ketdi. Bu ish bek oson. Buni men bir taraf qilay, xotirjam bo'ling. Uni aytib pokiz, ansirmay yeyavering. Shundaqmi, ha? Hey, Dashung! Shofu, xatarlik, u yerda piyodalar yo'li yo'q ekan. Ataydan piyodalar yo'liga berib ketamdi men. Nima degan ovochchilik bu? Xatarlik! Shofu, bundan keyin cho'qim piyodalar yo'ldan o't bo'lamdi. Uqdim. Rahmat sana Dashung. Uyimizni qashiq o't ketibdi. Ay, qaranglar, o't ketibdi. Ketgan-ku. Rasmo. Uyimizning orqasi ekan. Tezda vaqtni o't ketmagan vaqtga qaytiraylik. To'g'ri, biz uyni uygisiga chiqaylik. Ha, tez bo'laylik. O't o'chdi. O't ketmagan holat chiqaydi. Bek yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Shodingdon, rahmat sana, meni qutuldirganingga rahmat. Sana yetish bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Çöp yavatamsizlar. Bek o'xshagandek qiladi. Dada qaytib keldingizmi? Apsi, menga çöp sep bering. Kechiring dadisi, cho'pning xurishlari bayam tugagan edi. Ha, nemish tugab ketgandi. Men bu cho'pni dadamga beray. Shodingdon, apparatni chiqargin, ha? Rostini ishiltamsan. Biroq uni sen yeb bo'lgan tursan. Undoq bo'lsa nima bo'pti? Aslidagi yemagan holatiga qaysili bo'ldi? Bu dadamga vafodorligimni ko'rsatishning bir xil usuli. Shunda qo'yilgan bo'lsang bo'ptamsi. Dada, buni ye. Ha, yana bormikan? Qaraganda bek o'xshagandek qiladi. Amsi yevadim. Yana qaramay turay. Kuchlik to'lqin tapanchisi. La 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 la. Bu sol yolun yasalgan o'qgan. Men o'q atgan kim o? Kim? Bo'dak. Nima qilyapsan? Bu bek xatarlik tursa. Jiqkab qilma. Men degan bir mergan. Ko'zim tushgan nishon mendan qochib qutulolmaydi. Biroq sen-chu, sen bu yerda jim turmay u yoq bu yoqqa yugurib 6 sal o'qimni isrof qilding. Menga to'lab badashing. Bu ishni mendan ko'ramsan? Senden gömsem kimden görmen? 6 sal okum için altını uğrumen. Bu şafuken o. Shundaq. Sen qaysisini tanlaysan? Oq yemsen yoki tayoq yemsen şafu? Oq yeginim yaxshidaq qiladi. Yaxshi. Menga oq tegdi. Qanda qarg'itish mahoratim bo'lamdi-ku. Xo'bodek sen rostli mergan kelsan, bek yomon kelsan juma. Shundaqmi? Tumigar ablah. Nima degan qolsiz? Hammasini tekkizdim. Qarg'a yetishda xubodak uftirmaganim bilan, biroq mush yetishda uningga yengilib qoldim. Sening bu jihati talanting borligini o'ylamabdiman. Bu talanting ko'milib qolsa bo'lmaydi. Menga nima bersan? Kuchli to'lqin tapanchisi. Nima degan qaltis? Albatta shundaq. Sen buning bilan Xobodakning adini bergin.
Biroq bu tapancadan rost o'q chiqib, boshqalarni o'ldirib qo'ymasa? Xotirjam bo'l, avval buni sinab baq. Men bu topni osmonga otdiman. U yerga tushguncha uni etib tushir. Otdimamsa. Bek yamankensen, bek yamankensen. Senin qarg'a elishda rostila talanting bor ekan. Bu xatarlik emas-ku. Chataq chiqmaydi. Bu faqat kuchli havo to'lqinining silkinishidan paydo bo'lgan hodisa. Yaxshi, men bu tapancha bilan Xubodekning advini bamisam. Hozirli berib Xubodekka jang e'lon qilgin. Tez bo'l. Qimirlama, joyingda jim. Qilishmagan ishni qilma bo'lamdi, Xubodek. Xubodek. Siz bir turib, men kella hargiz ayollar Qo'lingni tut, Xubodek. Toshu. Xubodek. Biz ish baqay. Doyulg'ga. Tapanchanikin yaxshi bo'ladi. Berib tur. So'chab turmas. Mening odamim bor. Tapancha muskala bir. Qilashgandan keyin men qaytib. Taqsan bo'lmaydi. Xotin. Xotirjam bo'l. Tashim. Men Sen rostili chatoq. Qadam olgandan keyin tezlik kaynonlarga bo'lib chiqinglar. Bo'l. Bir. İki. Tüp. Yetti. Sekiz. Teslim olunlar. bir to'qmoq to'g'on tursa. Ay, Xubodek.